Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana Xudo xolisa ro'zaning oxirgi kuni. Inshaalloh Arafa kuni. Keyingi ro'zalarga yetib, keyingi ro'zalarni tutish yana deyildi. Alloh hammaga shunaqa ro'zalarni ko'p tutib, Allohning oldida darajasi baland bo'lishi hammaga nasib qilsin, joninglar sog' bo'lsin. Bugun Arafa, hammaning uyida osh, bizning uyda ham mana osh, Xudo xolisa. Adajonim o'zlari Xudo xolisa beryaptilar. Nasib qilsin. Mana bu adajonim mana Xudo xolisa adajonim o'zlari osh beryapti. Kelinglar oshga mana osh pishdi. Arafa osh pishdi, Arafa oshi. Kelinglar. Kelinglar. Birgalikda baham ko'ramiz. Nima deyapti? Sizlar to'ylarda katta qozonlarda oshlanmaydi-ku, ada? O'sha payt oshingizni kim kutardi? Uyda misol uchun. Kim esingizga tushadi? Onam bor edi. Onam kutardi. Onam buni oshga keladi. Osh olib keladi dedi. Osh bemalol bo'lsa olib keladi dedilar. Berdilar. Shuni so'radim, nima oshlanmaganingizda? Kim esingizga tushadi? Esimga tushadi, onajonim. Bu yilgi ro'za qanaqa o'tdi? Yilgi ro'za juda zo'r o'tdi. Hamma narsa barakali bo'ldi. Ibodatlarimiz ham rasoqalardan to'kin sochin bo'ldi. Ro'zaning oxirgi kuni. Siz bizdan rozimisiz? Albatta roziman. Sizlar rozi bo'linglar. Xonlarim hammangizdan roziman. Baraka toping. Alloh hammamizni o'ziga suygan bandalardan qilsin. Jannatlardan jam qilsin iloyim. Jannatlarga daxil qilsin. Qabr azoblaridan o'zi panohida asrasin. O'ziga ibodat qiluvchi namozxonlardan, murattab xorlardan bo'lsin. Zurriyatlarimizdan qiyomatgacha kelgan zurriyatlarimizdan ko'plab murattab xorlar chiqsin iloyim, qorilar chiqsin. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin iloyim.